Assalomu alaykum do'stlar. Kechliklar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga dunyoviy mashhur cho'chaklar xazinasidagi cho'chakdan birini aytib beray. Undaqda Rossiya cho'chki go'zal Vasiliya huzurlarda bo'lsin. Rossiya cho'chki go'zal Vasiliya. Burunning burunusida bir kanitda bir jup ar-xotin dehqon o'tgan ekan. Ularning Vasiliya ismli oq ko'ngil, chiroyli qizi bor ekan. Ular qizini to'lim yaxshi ko'radi ekan. Bir kunlarga borganda Vasiliyaning onasi og'ir kasal bo'lib o'rin tutib yetib qopti va uzoq o'tmay tugab ketibdi. Bir mazgil o'tgandan keyin dehqon qayta uylanibdi. Vasiliyaning o'gay onasi ko'ngli qara xotin ekan. U Vasiliyalarning uyiga Nadiya ismli qizni billa elib kelibdi. Nadiya ko'rimsiz besham qiz ekan. O'gay ona bilan Nadiya Vasiliyaning oq ko'ngilligi va go'zal chiroyiga hasad qiladi ekan, ham o'shlikka keladi ekan. O'gay ona va uning qizi Vasiliyalarning bo'sug'isidan atlab kira-kirmayla Vasiliyaning ustidan yolg'on yovdiq so'zlarni to'qib, dadisiga chaqadigan, yana dehi. Vasiliya pek chiroyli bo'lgani bilan uning chiroyining tagiga shumliq yoshiringan, deydigan bo'lib apti. Bir kuni o'gay ana eri necha vaqtdan yig'ib qo'ygan ozg'ina pulini Vasiliyaning ko'rpisining tagiga tiqib qo'yibdi. Andan keyin erining qishig'iga kirib pul so'rabdi. Vasiliyaning dadasi ayoliga pul elib bermoqchi bo'lib, pulni qo'yib qo'ygan joyiga qarasa, bir tiyinmi pul yo'qturg'idek. U peshonasiga birini urib, "Opla, pul yo'qturdi, kim o'g'irlab ketgandi?" deb vaqirib etibdi. "Kim o'g'irlaydi? Bu uyga biror yot kishi kirib boqmadi?" debdi o'gay ana. "Undaq bo'lgandan keyin pulni bu uydagi to'taylarning biri olgan gap. Aqtirib boqsang bo'lmadimi?" Vasiliyaning dadasi uyning ichini aqtirib, pulni Vasiliyaning ko'rpisining tagidan tepibdi. "Bu pulni men olmagan," debdi bechora Vasiliya yig'lab turib. "Sen olmasang, pulning puti bor o'xshamamdi. O'zi menib ko'rpangning tagiga kirib oldiganga," debdi o'gay ana zahrini sanjib. "Shu emasmi?" debdi Nadiyamu. "Hiyla qo'ygan narsa hil yo'q bu uyda. Aslida bundoq askilikni sen qilgansan-da." Vasiliyaning dadasi ana bola ikkaylarning yolg'on so'zlariga ishonib qopti. U Vasiliyani o'rmonlikdagi sehrgar mo'maynikiga opirib etmoqchi bo'ldi. Vasiliya yig'labdi, qoqshapdi, qo'li agrilik qilmaganlik to'g'risida qayta qasam qilibdi. Biroq dadasi zodila ishonmabdi. Sehrgar mo'may 4 dona intayin cho'ng xo'roz panjasining ustiga selingan bir kapida turadi ekan. "Qizim, uy ishimni qilib basla, hargiz och qolmaydi," debdi mo'may. Dehqon ketgandan keyin sehrgar mo'may Vasiliyaga, "Mashga o't yeqib qo'y, uyni pokiz tozlavat, bir po'jaraq to'qi, ondan keyin kashlik tomoqni hozirla, ha?" debdi-da, kapidan chiqib ketibdi. "Shuncha ishni buncha qisqa vaqt ichida qandoqmi qilib bo'laman?" deb o'ylabdi Vasiliya. Tuyuqsiz bir kulrang chashqan paydo bo'lib Vasiliyaga, "Mening o'rimchikni tetib boqmaganimga bak uzoq bo'lib ketdi. Bir pocha o'rimchik beralasanmi?" debdi. Vasiliya chashqanning gap qilganiga qattiq hayron qopdi. Biroq u bir taxsiga o'rimchik elib, gap qila oladigan bu chashqanning oldiga qo'yibdi. "Rahmat senga," debdi chashqan. "Ko'ngling bak yaxshi-kat. Sening qilganingga qanday javob qaytarsam bo'la?" Vasiliya shu tapda qildigan ishlarining to'liligidan besh qaytayotganligini aytdi. Jiddiylashma. Men senga yordamlashay-ya." Chashqan bir chirildab tikan necha 10 chashqan yetib keldi. Ular birdan-birla ishlarini tugatib bo'ldi. Aslida heliqi chashqan chashqalarning podshohi ekan. Sehrgar mo'may qaytib keldi. U uyning radlik bo'lib qolganligiga, aynakdek baqirab turganiga qarab, xush bo'lib ketibdi. U Vasiliyani yoqtirib qopdi. Shuningdan tartib, chashqalar har kuni Vasiliyaga uy ishlarini qilish beradigan bo'pti.
Vaqtning uzrishiga agishib, dehqon qizi Vasiliyani seg'inibdi. Bir kuni u qizni ko'rgili kapdi. Sehrgar mo'may uydan bir bo'xchini ko'tarib chiqib, "Rost gapni qilsam, men sening uchun nomus qilyapman. Qizing muloyim, oq ko'ngilgan. Uning o'g'irlik qilishi mumkin emas. Sen uni elib uyingga qayt-da. Bu mening uningga qilgan to'yliq so'g'itim. Vaqti kelganda asqetib qolar." debdi. Vasiliyaning o'gay onasi sehrgar mo'mayning uningga sovg'at berganligini anglab qilib, yuragini meshik tatlagandek etishib ketibdi. "Sen Nadiyanimi sehrgar mo'maynikiga olib qo'y", debdi u eriga. "Nadiya Vasiliyadimi o'maq, uningdimi yaxshiroq sovg'a ola oladi." Bir necha kundan keyin dehqon Nadiyani sehrgar mo'mayning uyiga olib qo'yibdi. Dehqon ketgandan keyin sehrgar mo'may Nadiyaga: "Mashkot yeqib qo'y, uyni pok tozlavat, bir po'jaraq to'qi, ondan keyin kechlik tomoqni hozirlajimi", debdi-da kapidan chiqib ketibdi. Bu gapni anglagan Nadiyaning arvohi uchibdi va hech ish qilmay o'ltiribdi. Shu chaqda bir kulrang chashqan chiqib, Nadiyadan erimchik so'rabdi. Nadiya supurgini egiz ko'targan peti: "Mana san erimchik, mana ala!" deb tovlig'inicha o'rnidan turibdi-da, chashqan podsho va uning chashqanlarini sur to'qay qilib kamarlarga kirgizibdi. Sehrgar mo'may qaytib kelib, Nadiyaning hech ish qilmay o'ltirganligini, uy ichining rassiz, maynat turganligini ko'rib, ko'nglida qattiq xafa bo'ldi. Shuningdan keyin Nadiya o'rnidan qo'pmay so'zlab yetish, xurildab uxlash, sehrgar mo'may aytib bergan tomoqni yeb, qochib bekorlashdan boshqa hech qanday ish qilmabdi. Nadiyaning onasi qiz bilan ko'rishadigan kunning tezroq yetib kelishini kutibdi. Albatta, bu uning qizni bek seg'inib ketganligidan emas, sehrgar mo'mayning so'g'utiga choqqaroq erishishni ta'ma qilganligidan ekan. Oxir bir kuni u Nadiyani yo'qlig'ini beribdi. "Sen mushu eski qizning onasimi?" debdi sehrgar mo'may ochiqlab. "Bu qarg'i kelmas non qipini tezroq elib ket. Mening uni ko'ra ko'zim yo'q. Men bu qizimni olib ketay deb keldim. Sizning uningga beradigan to'yliq sovg'atingizchi?" "Men texi qizingga sovg'at beramdim." Sehrgar mo'may masxarlik kulibdi. Arqadan qo'liga supurgini elib, ana bal ikkalanni uydan qo'g'lab chiqiribdi. Qari ko'ngil, oshko'z ana bala o'zlarining xuy payliga yarasha jajisini yapdi. Do'stlar, biz bu chechakdagi qari ko'ngil, oshko'z, niyati yomon, adabsiz ana baldan ibrat elib, oq ko'ngil, ishchan, o'maq, go'zal Vasiliyadan o'ginaylikchimi? Men ishinaman, mening o'maqlarim cho'qim go'zal Vasiliyadek bo'lalaydi. Undaqda bugungi cho'chikimizni mush yergacha aytib beray-a. Oxirda Dillala hadanglarga agishib tuvandagi balalar qo'shqini o'gininglar, ha? Balalar qo'shqi yeshil naqsha. Oq faslning o'rnini yeshil fasl qushmoqda, yuragimda shu kunlar yeshil naqsha uchmoqda. Dala yeshil, bog' yeshil, o'rmon yeshil, tog' yeshil, o'maq sabiy chog' yeshil, endi naqsha aytmoqda. Yeshil yo'lda keliman, kulsam yeshil kuliman, yeshillikni so'yman, yeshil armon uchmoqda. Kichik shoirlar kesh bo'lib ketibdi. Amis bugun baldir uxlanglarjimi? Tatliq tushlar sizlarga mira bo'lsin. Shundaq tar ekan, allay balam